Elning g'ami bilan o'tsin har oning. Elning nomi bilan otsin har tonging. Seni qo'llab siylaguvchi eling bilan bo'l. El mehrini oqlasang azizdir noming deydi. Hada azizlar. Bugun Allohning bergan bir ajoyib kunlari 2026-yil 9-iyun sanasi. Elimizda, yurtimizda kundan kunga rivojlanish, albatta, elimiz yurtimiz insonlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bizning yilda, bizning yurtda davom qilyapti azizlar. Bugun Xorazm viloyati Yangiariq tumani Quruqtom qishlog'i Shirsholi mahallasi, ya'ni o'zim istiqomat qilayotgan elda, yurtda Allohga behisob shukr azizlar, muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari, viloyat hokimlari, tuman hokimlari va shu bilan birgalikda sho'ro buvalar, butun mutasaddi tashkilot rahbarlarini hamda elimiz yurtimiz insonlarining og'zi birgachiligida tashabbusi bilan, og'zi birgachiligi bilan elimiz yurtimizning ko'chalari tekis, ravon va mana shu ekranda ko'rib turgan holatda juda elimiz yurtimiz insonlari yurishi uchun, mashinalarning harakatlanishi uchun qulay shart-sharoit kasb etmoqda. Bugun Xudo xohlasa hali mahalla sho'ro buva shu bilan birgalikda yanındaki bütün elimizin darg'alarini, kattalarini, mahallamiz insonlari buni og'zi birgachiligida abita Xudo xohlasa aynilasa zo'r qilib Mahmud og'amiz tomonidan tayyorlangan albatta palovlar Xudo xohlasa oshlar tartib qilinadi. U jarayonlarni ham qisqacha sizlarga ko'rsatib borishga harakat etamiz qadrdonlar. Bizani kuzatinglar. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Mana bugun bayram ustuna bayram yana davom etib turibdi. Yaqindagina hali Open Budgetdan shu asfalt yo'lni yutganimizni Noroz bayrami bilan birgalikda, Hayit bayrami bilan birgalikda qo'shaloq bayram qilib nishonlagan edik. Yana izindən darrov ijobatini berib turibdi. Alloh taolaning o'zi yana asfaltdan ham boshlanib ketdi bu yoqqa. Hamma mahalladoshlara tabriklaymiz. Hamma og'zibirchilik bilan birga yana Pirbuva boshchiligida, reisimiz boshchiligida biz avvallar o'ylar edik shu Open Budget bizlarga yetarmagan deb. Yana reisimiz bo'ldi-yu. Bütün ishni qo'lga olib o'zi hammani shu izindan ergashtirib, shu narsalarni uddasidan chiqib bilayotirmiz. Xudoga ming marta shukr. Yurtimiz tinch olsun, tinchlik olsa, sog'lik olsa, og'zibirchilik olsa, hammasi bo'laveradi. Bardavom bo'laversin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hamma ishtirokchilarga rahmat. Yana aktiv ishtirokchilar bo'ldi. Passiv ishtirokchilar bo'ldi. Aktiv ishtirokchilar endi yoshlar. Biza passiv degani endi maslahat berib, aytib turadigan, qo'shilishib turadigan, qo'llab-quvvatlab turadigan. Buna yuguruna duradigan yana reis boshchiligida yoshlar. Hammasine katta rahmat. Sağ olsunlar, omon bo'lsinlar. Hurmatli eldoshlar, mana guvohi bo'lib turganingizdek bugun yangi O'zbekistonda hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovning boshchiligida xalqning tinchligi, xotirjamligi, farovonligi yo'lida juda yaxshi hurmatga sazovor namunaviy ishlar bo'lib turibdi. Mana siz bilan biz bugun guvohi bo'lib Shirsholi mahallasi mana
şu köçelerini abad kılışta, asfalt kılışta, hanedanları işlerini eldini abad kılışta, köçelerini, arık zavurlarını abad kılışta, azada tutuşta namunavi bir mahalle desek elbette doğru boladı. Bugün yine halkını ağzı bir geçir kılıp, mana şu köçelerini ahırgısı, mana asfalt bolayaptı. İlahım mana şu başlangan iş berdavam olsun. Mana yengi cemiki rayonlu rahberleri, mana mahallemizin reisi, işçen reis, şunu başçılığında bugün mana şunday yaxşı gülle bolup turuptu. Mahallemizi ağzı bir halk tinç, mana şu rahberlerini kılayatkan işinden memnun. İlahım bundan da berdavam olsun, işlerini Allah Subhanahu Taala'nın özü kollap kuvvetlesin. Hem vakit tişlikte, hatırcamlıkta, hanedanları abadlığında uçraş nasip eteversin. Mahalledaşlar, mana bugün acayip bir encüman, ilatımızda acayip bir galaba deseken boladı. İkinci mərtə oynalayatır, upinbirci şunda galaba kazanıp, Novruz bayramında nişanla verdik. Mana bugün asfalt bolup, Hamitcan başçılığında yine Pirbola başçılığında ilatımızda 95% asfalt oldu. Kalan bir 5% kaldı. Hamitcan yine mesuliyetini boynuna alıp tuttu. Şunan beceremizde kette receler koygan aldığına yarıklaştıraman dedi. Başka işte kılaman diyen receleri var. İşlerinde muvaffakiyet, kette işler başlayan Hamitcan işler berdavam olup ruvajana versin. Yine köçelerimiz asfalt olup hemen vakti hoş. Ballarımız aynı yaş ballarımız köşede oynap gözün kuvanıp gider adamını. Çünkü ballarım şahit. Hemme de vesebit oyuncakla bilen keçkirarak şöyle geseniz hemme köçe toğla bala hemen vakti hoş. Kuvancımız şeysiz. İşte muvaffakiyetli bulaversin. Yine köplep özgerişler olsun Hamitcan. Şu işlerinize muvaffakiyet berdavam olup emdallı. Yaxşı günlerini inşallah nasip edeversin. Rahmet kete. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbeti lil muttakin. Vessalatu vesselamu aleyhi ve ashabi ecmaîn. İlahi amin. İlimiz, yurtumuz tinç olsun. Ferzentlerini, ailelerini, tişlikini, hatırcamlıkını versin. Mana şu yurt başımızda uzak ömürtilimiz, bağ saadettilimiz, mana şu tümenimizi yurtbaş, mana şu hakimlerine, mana şu mahallelerin reislerine, kılayatken işlerine bundan da berdavam olsun, işlerini onundan kesin. Hem o yaxşı günlerde uçuraş nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu rabben zülümüzül mübareke ente hayrimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, guvohi bo'lganingizdek, Yangari Quruqtam Shishali mahallesinde islohotlar amalda avjida guvohi bo'lib turganingizdek, asfalt bo'lmagan ko'chan menimcha qolmadi kerak. Sho'roboni suhbatga tortamiz, qadrdonlar. Assalomu alaykum Hamid aka. Assalomu alaykum. Xorvang, charchamang, ishlar bilan o'ng'indan bo'laversin. Rahmat birgalikda. Hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xohlasa Sho'roboni hali 1 yil bo'ldi, adashmasam Hamid aka. Mahallakom qilib saylanganına 1 yil bo'ldi. Shunga qaramasdan deyarli asfalt bo'lmagan ko'cha qolmadi kerak Hamid beka. Buni siri navda, buning uchun necha tish kerak, odamga nav kerak buning uchun, harakatlarni qilish kerak. Shu haqida bize bilan bir fikr almazsangiz Hamid aka. Avvalambor assalomu alaykum vatandaşlar. Bugün yine bize köçelerimize asfalt taşıtımız. Avvalambor bu open budjetde, açık budjet teşebbüsünde YouTube alış için halkta ağzı bir geçiliki gerek. Hem eke olup bir yakadan baş çıkarıp eke olup hareket etişi gerek. Bize yine ötke yıl 2025 yıl 1. Sentyabr günü mustakillik arafasında 1. Mart'ta 2307 metre asfaltlaştırış layıkasını YouTube algamız. Ondan ki yine 2026 yıl 21. Mart günü Milli Bayramımız Novruz arafasında 2. Mart'ta 2171 metre asfaltlaştırış layıkasını YouTube aldık içki köçelerini. Az şu münasebeti bile yine az köçelerimizi asfalt taşalıp tuttu. Belki köçelerimiz asfaltlaştırıldı. Xudo xolasa keyingi maksatlarımız tüngi yarış çıraklarını ornatış, kichkina arıklarını hemmesini betonlaştırış, katta arıklarını Qo'riqtam kanalından betonlaştırış, hemmesini bir maksat kılganımız. Şu
faxriylarimiz, nuroniylarimiz bilan pir buvalarimiz, molla buvalarimiz, yoshlarimiz bilan hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, ish ishlarni olib borib turibmiz. Niyatlarimiz bundan da katta. Hammani ko'chasi asfalt bo'lishini istaymiz. Barchangizning ko'chalaringizda ishini asfalt bo'lsin, bayramlaringiz davom etaversin. Şuraba Xudo xohlasa görüp beni hayal quvondik. Bu 2023-yıl avgust ayında başlangan edi. Qoruqdam Şirşalı mahallesinde asfaltlashtirish, Abad mahalle şiarı aslında bu işler başlangan edi. 2026-yıla gelip Şirşalı mahallesinde bir değerli köçe kalmadı desek ham Xudo xohlasa işi nazarda tutilgan yerler asfalt bo'lgandan keyin doğru bo'ladi. Adashmoq bo'lamiz. Bir kichkina ozgina miqdorda qolgan bo'ladi, ya'ni ta. Avvalambor bu açık büyücet teşebbüsünün üstünde duran muhterem prezidentimize katta rahmet, vilayet hakimlerimize katta rahmet, tuman hakimimize katta rahmet. Bizlere işin şart şartlarını yaratıp berip turtdular. Yine köçelerimiz asfalt bolup turtdu. Köçelerimiz çıraylı bolup turtdu. Geçte çıksalar tüngeriz çıraklarını teyinde yurtturtdular. Analarımız, babalarımız salametlik yola gindi yurtturtdu. Bu emmez yurtbaşılarımızdan muhterem prezidentimizi müstahkem siyasetinden, vilayet hakimimizi teşebbüskarlığından, tuman hakimimize katta rahmet aytaman. Şu işler bizden başlap özü başkaç bolup turtdu bizden işini. Çıraylı mahalle boluşumuz için, Yangi Özbekistan tipindeki mahalleleri aylantırsış için katta yardım berip turtdu bizlere. Katta rahmet emmesine. Albatta bunu juda yaxshi bilamiz. Muhtaram yurtboshimizni tashabbusi, viloyat hokimlari, tuman hokimlari, mahalla raislari bütün mana shu ishlarni boshida turgan mutasaddi tashkilot rahbarlarini ham xalqimiz, elimiz, yurtimiz, mahallamiz insonlari nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Hamidbek aka, bir yilda mana shuncha natijalarga erishdingiz, Xudo xohlasa. Bundan keyin ham Alloh nasib ro'z aylasa, elimizni, yurtimizni, insonlarning iqtisodini, yashash tarzini, mahallamizni mana shuning ko'rkam obodligini ta'minlab, Xudo xohlasa charchamang. İşinizə omad tilaymiz. Hamisha faxr bilan yaxshi kunlardan aytib yuramiz. To'y tomoshalarda ham haqiqatan juda bir zo'r ishlar, islohotlar amalda bo'lyapti mahallamizda. Mahallamiz bundan ham gullab yaxshilayversin. İşlaringizə omad tilab qolamiz. Barcha reislere omad tilayman. Barcha reislar ishining xalqini oldida bir 100 yorug' bo'lsin, hammasi open byudjetda o'tishini tilayman. Barcha reislarga tilayman. O'zbekiston miqyosindagi hammangiz uyingizda bayram bo'lsin, ko'chalaringiz asfalt bo'lsin. Rahmat sizlarga, Xudo shukr olsin. Salomat bo'lasiz. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi Qo'riqdom Shirshoqli mahallasindagi ish surati mana shunday jadal suratda davom etmoqda. Iltimos bir like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni ham unutmang. Elimiz, yurtimiz, mustaqil O'zbekistonimiz kundan kunga gullab yashnayversin. Keyingi dasturlarimizda didorlashguncha